Ayo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun ajoyib videoda ko'rishtirganimdan xursandman. Do'stlar, biz oldingi videolarda juda ko'p sizlarga kerakli, foydali bo'lgan videolarni taqdim etdik. Bugungi video ham juda zo'r video bo'ladi. Albatta, birinchi navbatda sizlardan podpishka so'rab qolaman. Komment va like paqillatib tashlashlaringizni so'rayman do'stlar. Sababi bu videoda hozir men sizlardan 888 ni qanday qilib 2 million sof oddiy mana shu asosiy счет, обычный счет balansga tushirishni ko'rsatib, o'rgatib o'taman do'stlar. Albatta, videomizga podдержка kerak sizlardan. Xo'p, buning uchun nima qilish kerak? Buning uchun birinchi navbatda siz 888 stars приложениесini yuklab olishingiz kerak. Bu hozir 1xbet dan ham zo'r приложение bo'lyapti. Buni yuklab olish uchun Telegram kanalimizda qo'yib qo'yaman. Telegram kanalimizdan o'tib, shuni ustanovka qilib bemalol telefoningizga yuklab ustanovka qilsangiz bo'ladi do'stlar. Va buni keyin registratsiya bosishingiz kerak. Bu yerda eng kulminatsion kerakli vaziyat do'stlar. Albatta, birinchi navbatda biza email, po telefon va одна klik. Sizlar maslahatim po telefon yoki po email qilib ochishlaringizni so'rayman. Menga hozir videomiz uzun bo'lib ketmasligi uchun одна klik qilib ochaman do'stlar. Xo'p, birinchi navbatda qilinadigan ish bular asosiysi mana O'zbekiston strana turibdi, O'zbekiston so'm turibdi va mana bu yerda siz tanlashingiz kerak bo'ladi Casino va 888 Games ga. Va bu yerdan mana bu promokod degan joyga soqqa bos promokodini kiritishingiz kerak. Albatta, ana shu 2 million so'm bonusni olishingiz uchun bu realniy asosiy счетga tashab beradi do'stlar. Bu hech qanaqa fake yo nima emas. Chunki bundan oldingi videolarimizda ham xuddi shunaqa tashalgan, shunaqa sirini ko'rsatib o'tganmiz, faqat u boshqa kontorada. Hozir ulardan ko'ra mana bunga bemalol olib ana qilsangiz bo'ladi do'stlar. Chunki bular realniy tashab beryapti. Xo'p, buni kiritganimizdan so'ng registratsiya tugmasini bosamiz. Mana ko'rganlaringizda hozir bizda уже registratsiya jarayon bo'lyapti. Mana bu yerdan ya'ni robot degan fichkani qo'yamiz do'stlar. Bu обязательно. Va mana bizaga уже успешно registratsiya bo'ldi. Xo'p, buni kopировать qilamiz. Sizlar iloji bo'lsa screenshot qilib olingizlar. Har ehtimolga qarshi esdan chiqarmaslik uchun va dalil tugmasini bosamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, mana ko'rganlaringizda hozir bizga уже balansni to'ldirish hisob joyiga o'tdi avtomatik registratsiyadan o'tganimizdan so'ng eng asosiy qilinadigan ish biz hozir mana shu yerda qilishimiz kerak. Ya'ni 2 million so'm bonusni olishimiz uchun. Xo'p, birinchi navbatda bu qilinadigan ishimiz biz hozir hisobimizni to'ldirishimiz kerak. Men hozir ko'rganlaringizda mana Uzcard Humo mana shu joyda to'ldirib o'taman. Xo'p, bu yerdan biz 500 ming so'm balans to'ldirishni bosamiz, mana ko'rganlaringizda, va подтвердить tugmasini bosamiz. Eng qilinadigan shak bu. Xo'p, bankni tanlang deyapti, Humo, Uzcard. Mana Humoni tanlaymiz. Xo'p, bu yerda mana ko'rganlaringizda to'lov raqami, pul o'tkazmasini amalga oshiring 500 ming so'm deyapti. Xo'p, plastik kart pulni o'tkazish uchun deyapti. Mana bu yerda tafsilotlar shunday ko'ringan o'zi, avtomatik sizga tushunarli. Buni hech qanday tushunarsiz joyi yo'q. Xo'p, 5614 mana shu kart raqami ko'rsatyapti. Shu kartaga mana vaqt bergan 19 minut, shuni to'ldiring deyapti. Biz hozir shu operatsiyani qilamiz do'stlar. Xo'p, va rekvizit to'lov qiling deyapti. Mana shu to'laganingizdan keyin tugmani bosing. Men to'ladim degan tugmani bosasiz do'stlar. Xo'p, biz hozir mana operatsiyani qilamiz, 500 mingni o'tkazamiz. Va do'stlar, mana 500 mingni tashab berdik. Endi men to'ladim degan nima tugmani bosamiz. Sizning to'lovingiz ko'rib chiqilmoqda. 4 minut ichida nima bo'ladi deyapti. Xo'p, vaqt o'tgancha sizlar bemalol o'zlaringizga mana shunday holatda kutib turishingiz mumkin yoki bosh sahifaga qaytishingiz mumkin do'stlar. Bosh sahifaga shunday qaytishni bossangiz, o'zi avtomatik bosh sahifaga o'tasiz do'stlar. Va mana do'stlar, ko'rganlaringizda biz mana hozir 2 million so'm bonusni oldik, qo'lga kiritdik do'stlar. Albatta sizlarga ham buni taklif qilib qolaman, chunki hech qanday muammosiz buni bemalol o'ynab, ana chiqib pulni chiqarib bemalol foydalansangiz bo'ladi do'stlar. Hammaga rahmat. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'ying va bizning kanalimizda kuzatishda davom eting do'stlar. Hammaga rahmat, hammaga omad.